dedik. Mayli oyog'im kir bo'lmasa. Menda pul qolmadi. Hamma narsa mana olmos ketmonga ketib qoldi pulim. Endi qaytadan olishim kerak. Biz endi unaqa qilishimiz shart. Biz endi o'zimizga polizimizni yarashtirsak bo'ldi. Qishloqqa yangi odamlar keldi. Ular endi ular ham uyaldi. Xavf tushib ketdimi degan. Bu tarafiga qo'yamiz. Negadir ovozim boshqacharoq. Tomog'im og'rib qoldi. Har doim ishim u ham poliz yig'ishtirish. Haliyam yig'ishtiryapmiz. Bundan keyin yig'ishtiramiz. Chunki bizni bu boqyapti. Har doim biz merga bularni olib borishimiz kerak edi. Lekin endi unaqa emas. O'zlarimizga olib qolsak ham bo'laveradi. Mer hech narsa qilmaydi. Endi unga bularni emas, biz unga endi pul to'laymiz. Qayta battar qildi, shuni berib yurganimiz yaxshi edi. Bizga qiynalib qolgan paytimiz pul berib turishga ham rozi bo'lgandi. Endi men konga tushib bor, ammo stop, undan oldin merdan so'rash kerak. Konga tushsam maylimi deb. Mer. Konga borsam maylimi? Xo'p, biroq topganini 50 senga, 50 menga. Xo'p. O'rtoqlar, bu odatiy hol. Mer har doim o'zini ham birgalashib o'ylaydi. Shu yerda o'tiradi, bo'ldi unga pul oqib kelaveradi. Kon qayerda endi? Qayerda edi kon? Qanasan kon? Nima qanaqa? Olmos bor. Ketdik o'rtoqlar, olmos. Biz boyib ketamiz yana. Ya, bedroq. Sinmayapti. Haqiqiy bedroq. Kirka bilan ham sinmayapti. Bu sinmaydigan bedroq. Ya sinmaydi bu. Mashallah o'zi. Ko'mir. Mayli ko'mir shart emas. Fakellarni bu yerda qo'yamiz. Temir olamiz. 50 unga, 50 menga. 50 danda. 56 ta bo'ldi. Yana o'rtoqlar. O'rda zumradmi? Zumrad blok. Lekin qurgan temir topdim deyman. Zumrad topdim deb gapirmayman. Buni aytgan yaxshimi? Hozir Opa. Bitta zumrad blok. Ya meni zumradim. Bitta temir tashlasak tashlabmiz, lekin zumrad hech qachon. Ya o'rtoqlar. Afsuski endi menda hech balo yo'q. Tezgin o'tirsam bo'ladigan. O'rtoqlar, qaytadan. Hech narsasiz qayta kirkamni ham unutdim. Boyagi temirlar ham. Kommentariga kirib Minecraft omadsiz deb yozing. Nimaga aylanib indamay parkurdan o'ta qoling. Yomay o'rtoqlar yana tushib ketdi. Nima? O'rtoqlar. Biz qishloqlarimiz olmos bor desa cho'risam tentak. Xabar qishloqimizda 5 ta kon bor. Kelib aynan mana shu. Yo, what? Qanaqasi bu? Loy bu. Loy, nega bularni tutdi?
qilib gapni ham qotirib qo'yaman-da. Bilan chiqib ko'raylik. Yo'q. O'rtalar kadrda o'chib turamiz. O'rtalar bu joyim kesib tashlab qoldim. Bu yalmog'iz yana qochib kelibdi. Bundan 5 video oldin ham aynan o'sha yalmog'iz kelgandi. Biz uni esa haydab yuborgandik. Bu yerda edim, qanaqa bu yerda qaytib qolding desangiz, men просто buni sizga ko'rsatmoqchi edim. Chuvamiz ekan desa. Ko'rmasak-chi biz buni. O'zini ko'rmasak bo'lmaydi. 1, 2, 3 4 bo'ldi yetadi. Sizlar bilan eshik cho'tkimi? Oltinga uxlatamiz-da. Bu yerda eshik bor ekan, uxlamaga zo'r. Bu yerda uxlasa bo'ladi, lekin uxlamaymiz. Qalamonatdan balandga. Bu yer nima? Shu ko'ryapsizmi? Buni har birida inglizcha yozib aytib, sen bu yerga kelgan bo'lsang, ertaga hozir o'lishing mumkin. Tezroq qol. Men qo'rqmayman men. Bu yerga aytaman, prezident chaqiradi. Yo'q, ko'ryapsizlarmi? Qabr. Bu yerda qabr bor. Bu oynami bu? Tuzukroq oyna yo'qmi? Bu listrami? Bu yorug'lik taratmayapti-mi? Men hozir nima qilib bo'lsa ham tez ketadimmi? Buni qo'yib ham bo'lmayapti. Buni qanaqa qilib qo'ydik bu yerga? Bu yergacha. Bu yerga qo'ysa bo'layotgan. Men qanaqa qilib darrov qo'ydim? Shunga hayron qolyapman. Bo'lmadi bu ikkita tushdi. Men zo'rlarcha tushamikin desam, men oltin deb o'ylabman. Biz ana oltinga uxlatmasak bo'lmaydi do'stlar. Ketdik. Nerdan narsa so'rayman? Merdan kimdan bo'lsa ham kirka topmasam bo'lmaydi. Menimcha shu video tugashi kerakmi mana? Bu video chunki omadsiz keldi. Hozirgi yuzga o'lib ketmasam bo'ldi. Boshida omadsiz boshlandi. U yoqda o'lish, qaralish degandek. Meni shu joygacha ko'rganmangiz sizga kattakon rahmat va biz bu videoda sizlar bilan kompot bo'ldi desa ham bo'ladi, mayli. Sizlar bilan kompot bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Va aytgancha obro' bo'lishingizdan chiqmasa